Biz shu samolyotda uchamiz. Bitta parvozning narxi esa $500,000. Undan tashqari xususiy samolyotda narxi $25,000. Birinchi klassda $10,000. Dirijablda va qolganida. Lekin dunyodagi eng zo'r samolyotlarda parvoz qilishdan oldin biz dunyodagi eng arzon samolyotda uchamiz. U yomon titrayotgan. Mana $1. Juda asabiylashyapman. Asabiylash shart emas. Men bir necha marta parvoz qilganman. Hatiga 6 marta. Nimaga ovozi gazona kasilkanikidagi? Dunyodagi eng arzon samolyotda parvoz qilish vaqti keldi. Xudoyim. 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 Voy yo'q, biz yomon tez uchyapmiz. Hayır. U xavfsiz ko'rinmayapti. Kameraning kechiga saqlab qoldi. Shu yerda. Kamarni yechorma. Meni hayotimni saqlab qolasiz. Harakat qilyapman. Ular osmonda. Bu kanal uchun yaxshi. Men xohlagan narsamni bilib oldim. Tushsak bo'ladimi? Yo'q. Bo'la qoling, iltimos. Bu bola to'lovlarimi to'laydi, uni asrang. Agar bunday jinnilikda o'tgan bo'lsanglar, videoni oxirini kutinglar. Bu yoqda dunyodagi eng qimmat parvoz uchun bilet bo'ladi. Bir daqiqa, meni xafa qilyapsan. Xudo, ular qo'nishyapti. Qo'nishga tayyorlan. Biz tirik qoldik. Keyingisi bizada birinchi klassga bilet $1000 ga. Eshitdinglar bolalar, bu yoqda hamma o'rindiqlarni sotib oldim, shuncha xohlagan joylarga o'tiringlar. Miracle Miss losyonini surmaysanmi? Nimaga? Birinchi klass jongina. Oshxonasi ham boshqacha. Hammada o'zini joyi bilan televizori bor. Chiptaga yana shirin ovqat kiradi. Gigiyena uchun tekin komplekt va pijama. Hammasini o'zimiz bilan olib ketsak-chi. Uzoq parvozlarda esa orqaga yotamiz. U kravatga aylanish kerak. Tobutda yotgandayman, menga yoqyapti. Jinnilik-u. Eng zo'ri esa Menga eng yoqayotgan narsa, men Nolan bilan gaplashmay o'tirishim mumkin. Omad. menga bu oyna yoqmayapti. U to'sib turibdi. Yolg'iz qoldim. Aynan shunisi menga yoqyapti. Eng noqulay narsa odam o'zi bilan yolg'iz qololmasligi. Shuncha odam oldida videoga olish noqulay. Endi ko'ramiz 10 barobar qimmatroq bilet bizga nimani taklif qila oladi. $10,000lik chipta. Xudo, maza-yu. Oyoq uchun cheklanmagan bo'sh joy. Birinchidan bizga nima borligini aniqlaymiz. Planshet, katta sensorli televizor, kresloda xususiy bar, gazaklar. Bu Feastables emas, pulni qaytaringlar. Wi-Fi ga ulanamiz. Bu joy uchun 10,000 bergan bo'lsak ham, Wi-Fi uchun $20 berish kerak ekan. Tekin emasmi? Biz uchga tommiz va aqlga sig'mas. Biz uchimizni televizorda ko'rsak bo'ladi. Bu 16 soatlik parvoz bo'lishini bilib, men bu chiroyli hojatxonani qaranglar. Rakvina, tualet va hammom aqlga sig'maydi. Buni qaranglar, biz 9 kilometr yer tepasidamiz. Men esa cho'mila olaman. Undan tashqari biz bolalar bilan xohlagancha ovqat yetishimiz mumkin. Va bu hammasi emas. Eng zo'rini oxiriga qoldirdik. Voy, ishla qalay. Samolyot orqa qismida xususiy lounge zona bor. Voy Jimmy. Au! Sen uxlamayapsan. Bu 10 millik samolyotda ichidagi narsa edi. Kamerani tepa-pastga qil. Ana biz 25 millik samolyotga chiqishga tayyormiz. Aynan shunaqa, bu yoqda bitta etaj emas. Aqlga sig'maydi, jinniliyu. Biz boshqa odamlar ustida o'tiramiz. Yo'q, xudoyim. Bu sizni xonangiz. $25,000 ga sizda ikkita katta xonangiz bo'ladi. Voy qimmat-yu, bunaqasini umrimda ko'rmaganman. Bu samolyotda o'tgan safargi samolyotdan joyi 4 barobar kattaroq. Umrimda bunaqa sakrasa bo'ladigan samolyot ko'rmaganman. Qaranglar. Undan tashqari bu yerda ikkita kreslo, ko'p televizor. Bu yerda o'tgan uchgan samolyotlarimizdan ko'ra televizorlar juda ko'p ekan. Xususiy bort gidi sizga ovqat olib beradi. Nimaga qimmatroq biletlarda har doim ikra berishadi va hojatxona. Bir narsani gaplashib olish kerak. Bu hojatxona meni xafa qildi. Hammomi-yu, issiqpoli-yu, joyi 2 barobar kichkinaroq. 10 millik samolyot ancha qulayroq bo'lgandi. Sizlar shuncha pulni bitta parvoz uchun to'lagan bo'larim deylar. Men tavsiya qilmayman, undan ko'ra mashina olinglar. Undan ko'ra mashina olinglar. Endi xonaning eng zo'r joyi. 2 talik kravat. Har bitta o'rindiqlarni kravat qilsa bo'lmasmidi? Bro, bir qatorga 3 ta sidenya qo'ygandan ko'ra 3 ta etajli kravat qo'ymaysizlarmi? Xayrli tong, lekin mazza qilib uxladi. Uyg'on, biz qo'yganmiz. Men lekin toshdagi uxladim. Bu dunyodagi eng qimmat kommersiya reys edi. Xususiy chiptalarga o'tamiz. Bu samolyot narxi $100,000. Bu narsa katta ekan. Bu narxga sizlarda butun samolyot bo'ladi. Xususiy. Voy, yaxtaga o'xshirkan. Bu aqlga sig'maydi. Men ishonolmayapman. Yana bitta narsani bilasizlarmi? Bu to'rdan birinchi xona. Hali bu butun samolyot emasmi? Hammasi deb o'ylayman. Bolalar bu yoqqa kelinglar. Bu nima xona?
Bu yana bitta dam olish xona, katta televizor bilan va ko'p gazaklar bilan. Agar charchagan bo'lsanglar, alohida yotoqxona bor. Bolacha, nima? Bu xuddi oteldek. Va yana muhim narsa, hammom. Tariq, iltimos jimtir. Jim turgin. Tom ketishi mumkin. Hammomda o'rindiq bor. Shu samolyot yarmisiga teng bo'ladigan samolyot ko'rganmisizlar? Yo'q, hech qachon. Xususiy samolyotda nimani gaplashish kerak? Xo'sh, qara, o'tgan yil men Smetersda akkauntimni sotuvdim. Yo xudo. Men uchayotganimda belim bilan qarama-qarshi o'tirgan ekanman. Men uchayotganimiz bilanmi? Faqat kamera emas. Stop. Jinnilik. Yo xudoyim. Men dubaloliyman. Ha, mayli, men o'tiraman. Xo'sh. Hozirchi bu eng zo'r hojatxona. Bu hojatxona, lekin televizor ko'rib o'tirsa bo'ladi. Voy Nolan, hojatxona qalay? Yoqdimi senga? Nima bo'pti? Men tushunmayapman. Yo'q, yo'q. O'ta hech qachon chiqmaydi. Oho! Mana steak, kartofel pyure va sabzavotlar. Ishtahanglar bilan meni ja ilhomlantirib yubordinglar, mana pizza. Ha! Bu mana sevimli samolyotim, bu yoqda YouTube bor ekan. Lekin biz birinchi chiqmadi, shuning uchun sevimli emas. Bu zodagonlarning kravatligi bittada bilindi. 500 ta yostiq bor ekan. Birinchisi bu, ikkinchisi bu. Marulga o'tiraman. Va xususiy samolyotlarning yaxshisi shu. Xohlagan ishingni xohlagan paytingda qil. Karl samolyotni boshqaryapti. Chandler pizzani uxlatyapti. Kris uxlayapti. Nolan qataligini bilmayman. Xususiy samolyotda uchayotganda peresadka yo tamojnadan o'tilmaydi. Shuning uchun ko'p vaqt sarflanadi. Mana nimaga zodagonlarda xususiy samolyot bor. Voy bolalar, yaqinda qo'namiz. Karl, chiqazvor meni. Biz yaqinda qo'namiz. Iltimos chiqar meni, bro. Yo xudo. Bu lekin tekis qo'nish bo'lmadi. To'xta, Nolan haligacha hojatdanmi? Men bilmayman. Bor chiqaz uni. Parvoz qalay bo'ldi? Mana $1000 yaxshiroq o'tdi. Dirijabil $300,000 ga. Yozuvni yaqinda ko'rsataman. Men ko'zinglarni ochimdan oldin topinglar dirijabilda nima yozilgan. Nolanning telefon raqami. Nolanning telefonini yozdingmi? Zo'r bo'lardi. Keyingi marta. Qani yechuringlar. Aylaninglar. Men Karlni ko'raman. Yaxshi-da. Nimaga? U rostdan ham onamni yaxshi ko'radimi? Karl, sani onang uni yuragida, u onangni yaxshi ko'rmaydi. Yo'q, men ularni yaxshi ko'raman. Bolagay bossam bo'ladimi? Qimillar ekan. Bu gigant apparatni ipdan tortsa bo'lar ekan. Sizlar menimcha hayron qolasizlar, qanaqa qilib dirijabilni ijaraga oldim va 6 ta raqamli pulni yozuv uchun berdim. ZipRecruiter men bu platformani montajyorlarni, operatorlarni va buxgalterlarni olish uchun ishlataman. Men unga chiqqanimda uchishni to'xtatarmikan? Vesi og'ir ekan-u, bolakay. Sen men semiz dedingmi? Sen ko'p qachiga borasan degan. Yoki men semizman. Odamlar ZipRecruiterga zo'r ishga va yangi ishga borishadi. Agar dirijabil tushib ketib men o'lsam, sizlar bolalar yangi ishni ZipRecruiterdan topsanglar bo'ladi. Bunisi juda oson bo'ladi. Bilasizlar, bu gaplar menga yoqmayapti. Mayli, olg'a. Xayr, Chandler. Xayr, alvido. U albatta dedimi? U xohlagan narsasini reklama qilsa bo'ladi, lekin Karl onasini tanladi. Men qo'rqyapman. Bu narsa tezlashyapti. Mayli, poygada ko'rishamiz. Ha, esimdan chiqibdi. Biz bu dirijabilda eng katta poyga musobaqasidan o'tamiz. Unda 150 mingta odam bor. Karl esa uni bilmaydi. Men bu dirijabildan tushib ketishimdan oldin men sizlarga ZipRecruiter haqida aytib beraman. Biz yaqinda ZipRecruiterga vakansiya qo'ydik va hozir men bitta kandidatga qilib intervyu o'tkazamiz. Salom Tomas, sana anketani ZipRecruiterda ko'rdim. Eshityapsanmi? Ha, eshitdimmi? Bu Mr. Beastmi? Ha, bu Mr. Beast, muhim emas. Uzr aka, men sizni zo'rg'a eshitdim. Ha, chunki biz dirijabildamiz. Qanchadan beri montajyor bo'lib ishlaysan? Men montajyor bo'lib 10 yildan beri ishlayman. Nima deb o'ylaysan? Bizning videoni yaxshiroq qila olasanmi? Agar menda yaxshi jamoa va yangi qanaqadir kreativ narsalar bilan yaxshiroq qilsa bo'ladi. Mayli, yaxshi. Menga bir nechta demo narsalarni tashlab bergan. Agar sizlar Tomsga o'xshab bizda ishlashga imkoniyat kiritmoqchi bo'lsanglar, описаниядagi sahifaga o'tinglar yoki ziprecruiter.com/MrBeastga kiringlar. Biz hamma anketalarni ko'ramiz. Biz hozir Daytona 500 damiz. Eng ko'p keladigan sport festivallaridan biri. Sen dirijabilda yaxshiroq narsa yozolmasmiding? Yo'q, bu juda zo'r. Unday emas. Seni ko'rishyaptimi? Ana ular. Karl, men tasdiqlayman, bu yoqda hamma oyini yaxshi ko'radi. Biz Karl onasini yaxshi ko'ramiz. Hamma baqiradi, biz yaxshi ko'ramiz. Biz Karl onasini yaxshi ko'ramiz. Karl onasi, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, siz yaxshi onasiz. Sen psixsan. Hammasi oying uchun. Ana endi dunyodagi eng qimmat xususiy samolyot.
Bortga xush kelibsizlar, oyoq kiyimlarni yechishni tavsiya etiladi. Chunki gilamimiz atiga 2 million dollar Bu turadi. mamlaqa dedi. Men sizlarga tavsiya qilaman. Uni esa maydoni mani uyimdan kattaroq. Bu samolyot qanchalik kattaligini tasavvur qilish ham qiyin. Bu yoqda bizada yotoqxona, wow, yotoqxona, yana bitta yotoqxona, yana bitta yotoqxona. Davom etamiz. Bu jamoa uchun yana bitta yotoqxona. Mana topoldik. Bu meniki. Yotoqxonalar bu yoqda juda qimmatbaho. Tilladan rakvinalar. Bir nechta hammom. To'xta, bu yoqda nima? Voy, bu unitazu. Samolyotda o'zini kinozali bor. U yoqga 12 ta odamgacha sig'ishi mumkin. Bu yoqda esa mehmonxona bor. Bu divan uyimdagidan ko'ra kattaroq ekan. Aytib qo'ymoqchiman, sizlar samolyotda 3 qismini ko'rdinglar. Hammasi emasmi? Nima? Kerakli narsa. Ispaniyadan bortdagi odamni chaqirsa bo'lar ekan. Agar bizani hamma parvozimiz shunaqa bo'lganda havoda yashirdi. Zir, men chironi o'chirib yoqaman. Qanaqa qilib bu xonani qo'yib yubordi? Biz butun samolyotda aylanib chiqdik. Agar hamma narsani ko'rdim deb o'ylasanglar, bu samolyotda massaj ham qilishadi. O'ylashimcha, shart emas. Janoblar, qanaqa qilib bu samolyotga chiqdinglar? O'ylashimcha, muxlislarni deb. Shuning uchun 1,5 millionlik samolyotga biz tasodifan bir nechta obunachilarni chaqirdik. Sizlar qachondir xususiy samolyotda uchganmisizlar? Yo'q, birinchi marta uchyapman. Va u dunyoda eng qimmati. Men samolyotda bunaqa zo'r narsalar ko'rmaganman. Aqldan ozish mumkin. Xonam, Labbay. bu nimaligini ayta olasizmi? Bu mehmonlar uchun Ularni shokoladlar. tashlab olasizmi? Men tashavvur deb o'ylamagandim. Shu vaqtdan boshlab faqat shunaqa shokolad beringlar. Tushunarli. Buni nomi Festivals. Bu dunyodagi eng zo'r shokolad. Onasi nemsiz, bu yoqda nima? Bu menimcha maxfiy xona bo'lsa kerak. Bu ekipajning xonasi. Bizga g'alati qarashdi. Diqqat bolalar, biz hozir uchib ketamiz. Kamarlarni taqib, jinnilik qilishni to'xtatamiz. Bunaqa samolyotlarda odatda qanaqa odamlar uchadi? Biznesmenlar. Qanaqa ahmoq o'rtoqlarimcha? Ha, ularni ahmoq desa ham bo'ladi. Bunaqa narxda sizlarga eng zo'r ovqatlarni olib kelishadi. Xohlagan paytingizda va xohlagan joyingizga, hattoki o'zingizning xonangizga. Qatga uchayotganimizni ham bilasizlarmi? Yo'q. Biz Disneylandga uchyapmiz. Sizlarga 2 kun berib, hamma to'lovlarni to'lab beramiz. Shuning uchun mazza qilib yuringlar. Shuning uchun eng qimmat samolyotda uchmoqchi bo'lsanglar va 2 kun Disneylandda bo'lmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'linglar.